Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz oila pedagogikasi fanidan. O'zbekistonda oila pedagogikasi fanining rivojlanish tarixidan. Reja Avesto asarida nikoh oilaviy munosabatlarning yoritilishi. Ikkinchi, Islom dini ta'limoti. Qur'oni Karimda oila, oila tarbiyasiga oid qarashlarning aks etishi. Sharq mutafakkirlarining oila pedagogikasiga oid fikrlari. Shu o'rinda birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning Avesto kitobi haqidagi juda chiroyli bir ma'nodor so'zlarini eslab o'tishni joiz topdim. Avesto tub mohiyatini belgilab beradigan ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal degan tamoyilni oladigan bo'lsak, unda hozirgi zamon uchun ham behad ibratli bo'lgan saboqlar borligini ko'rish mumkin. Ana shunday fikrlar, ya'ni ezgu niyat, ezgu so'z, ish birligini jamiyat hayotining ustuvor g'oyasi sifatida talqin etish bizning bugungi ma'naviy ideallarimiz bilan naqadar uzviy, bog'liq, nechog'lik mustahkam hayotiy asosga ega ekani ayniqsa e'tiborlidir. Avesto. Avestoning yaratilishi davlat arbobi, o'tarbon, unvonlar sohibi, o'z davrida payg'ambar sifatida shuhrat qozongan Spitamin nomi bilan bog'liq bo'lib, Spitamin Zardusht taxminan miloddan avvalgi 630-553 yillarda yashagan. Avestoning gohlarida aytilishicha, 30 yoshga yetgan Zardush tong payti muqaddas ichimlik havoma tayyorlash niyatida Oksga borib oqim o'rtasidan suv oladi. Shu lahzalarda u o'zining ajib bir ruhiy, jismoniy poklik va holatida turganini sezadi. Qaytib Oks sohiliga chiqqanida Vahumanani ko'radi. U Zardushni Ahura Mazda va yana 5 nafar yog'du sochayotgan rabboniy zotlar oldiga boshlab boradi. O'shanda Ahura Mazda ular ishtirokida Zardushga diniy vahiy qiladi va unga payg'ambarlik risolatini topshiradi. Avestoning ichki tarkibiy tuzilishi. Dastlab Avesta 21 kitobdan iborat bo'lgan, ayrim qismlarigina saqlanib qolgan xolos. Yasna, Visparat, Yasht, Videvdat. Demak, Avesto 1000 fasldan iborat bo'lib, 21 kitobni o'z ichiga olgan. Ilk yozmasi 8300 so'zdan iborat bo'lib, 8,300,000 so'zdan iborat bo'lgan. Xo'p, endi kitobning birinchi bobi, ya'ni qurbonlik keltirish, ya'ni yasna haqida fikrlashamiz. Yasna nechta bobdan iborat? Yasna 72 bobdan iborat bo'lib, hamdu sanolar, qurbonlik qilish, boshqa zardushtilik marosimlarini bajarish paytida yoddan o'qiladigan duolarni qiroat bilan o'qish, otashparastlik bayramlari, rasm-rusumlari bu bobda o'z ifodasini topgan ekan. Keyingisi yasht. Yasht alohida duolarni madh etuvchi, yovuz kuchlarga qarshi kurashda ezgulik ma'budalariga madadkor bo'lgan kuchlarni ulug'lovchi 22 oyat qo'shiqlardan iborat hisoblanar ekan. Visparat. Visparat demak 24 bobdan iborat poklik, to'g'rilik yo'lini tutgan zotlar Oliy Tangri Ahura Mazda barcha yaxshi niyat, xislat va fazilatlarga bag'ishlangan bobi sanaladi. Vendidat. Vendidat 22 bobdan iborat bo'lib, ularda Ahura Mazda yaratgan 16 mamlakat va Ahrimanning ularga yetkazgan zarari haqida so'z yuritiladi. 20-bobida esa dunyodagi birinchi tabib Srita haqida ma'lumot beriladi. Yodingizdan chiqmasin. Demak, Vendidat qismida birinchi shifokor haqida so'z boradi.
Zardusht Ahura dunyoda shodlik, baxt makoni, eng sevimli joy qayerda ekanini so'raganda, u shunday javob beradi. U shunday joyki, kishilar u yerda uy-joy quradilar, otashkadalar barpo etadilar, dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanib, bola-chaqali bo'ladilar. Men har ikkala qo'li bilan mehnat qiluvchi kishini qo'llayman, uning ishiga baror, hosiliga esa baraka bag'ishlayman deydi. Bunda mehnat, dehqonchilik, yovuz kuchlarga qarshi kurash, yaxshilik manbai tayanch deb ko'rsatiladi.